Sirdaryo viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi tomonidan hududdagi korxonalarga mehnat qonunchiligi bo'yicha maslahat berilib, ulardagi bo'sh ish o'rinlarini munosib kadrlar bilan to'ldirishga ko'mak berilmoqda. Jumladan, Guliston shahrida ish boshlagan Urfali Adnan mas'uliyati cheklangan jamiyatiga 25 nafar xotin-qiz ishga joylashtirildi. Hozirda Guliston shahrida ochilgan bizning Urfali Adnan mas'uliyati cheklangan jamiyatimiz joriy yilning 15-martidan o'z ish faoliyatini boshladi. Faoliyatimiz turi havo to'ldirilgan parko'rpalar, bu ya'ni moslamasiz inson tana haroratidan o'z vaznini olib, vaznini tashlaydigan parko'rpalar ishlab chiqish yo'lga qo'yildi. Ishchi o'rinlarini yaratishda bizga yaqindan amaliy yordam bergan kambag'allikni qisqartirish hamda bandlikka ko'maklashish boshqarmasiga alohida o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ish o'rinlarimizni bandlikka olib kelgan ishchilarni qabul qilib, ularni bandligini ta'minladik. Olingan ishchilar boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan oilalardan olindi. Faoliyatini kengaytirib, gigiyenik vositalar, quruq va nam salfetka kabi mahsulotlar ishlab chiqarishni rejalashtirayotgan korxonada ish vaqti 8:00 dan 17:00 gacha bo'lib, 2,600,000 so'mdan boshlab ish haqqi to'lanadi. Shuningdek, xodimlarga bepul tushlik, transport xizmati va malaka oshirish kurslari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari, bayramlar munosabati bilan ishchilar moddiy rag'batlantiriladi.